Xalo vallahi ona qolsa adam Yaxşı vallahi onda qolsa adam oldi e'lon ketdi vallahi. Şaştırıyorlar hepsi onlar. Nada bokraydigan adam bo'lsa kasam bo'ldi. Oy, hayacanlanmang. Aşı bitirib, yangidan kelgan, xizmat kutib-atgan, ana bir raurus bir tarafdan ko'nglimni ichib, kayfiyatimni shash tutib, bir tarafdan pul topsam bo'ldi degan do'stlarimiz. Musha kasam bo'ldi va kuchada qaytib kelgan o'g'il. Qabul qilishning oldingi sharti bo'lsa, ikki qiz, bir o'g'il 18 yoshdan 28 yoshgacha hamda maosh ta'minoti bo'lsa, 2,5 mingdan 3,5 minggacha oyda 2 qatim dam olish va uni boshqa har oyda mandaq tuanjang chiqadigan ish bor do'stlarimizda. Boshqa bir jonliq ishlaydim. Men yoshligimni bir namoyon qildim deydigan, boshqa xizmat kutib turayotgan, nima ish qilsam bo'ladi degan do'stlarimizdan misha kelsanglar sizlarniki eng yaxshi tanlashinglar bo'la oladi. Lobanning aloqa telefon nomeri bo'lsa 186 99 37 37 22 186 99 37 37 22. Qaytib kelgan uning adresi bo'lsa Kucha shahri, ya'ni mana shu Nan ko'chasiga joylashgan 2-qavatdagi qaytib kelgan u nomli alvasli undan bo'lsa biz sizlarni saqlaymiz. Qaytib kelgan uni saqlaymiz. Chaqan-chaqan bilgan.